Homiladorman, kundan kunga semirib ketyapman, erimga aniq yoqmay qolaman deb siz ham homiladorlik vaqtida dieta tutyapsizmi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Homiladorlik vaqtida parhez qilish bu juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki homiladorlik davrida 8 kilodan 10 kilogacha tana vazni yig'ish bu normal holat. Agar tarozi ko'rsatkichi 10 kilodan yuqori vaznni ko'rsatsa, unda albatta shifokor bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Barchada ham bir xil holat kuzatilmaydi. Har bir ayol organizmi individual. Kimdadir 10 kilo, kimdadir 15 kilo vazn yig'ish bu normal holat ham sanalishi mumkin. Siz ortiqcha vazn deb o'ylaganingiz aslida tanadagi shishlar bo'lishi mumkin va bu shishlar tug'ruqdan so'ng o'z-o'zidan qaytib ketish xususiyatiga ega. Dieta qilaman deb homilangizni rivojlanishi uchun eng muhim bo'lgan vitamin hamda mikroelementlar yetishmovchiligi kelib chiqadi. Buni natijasida sizning homilangiz normaga nisbatan rivojlanishi biroz orqada qolishi mumkin. Eng asosiysi homiladorlikning har qaysi trimestrida to'g'ri ovqatlanish tartibini yo'lga qo'yish. Kuniga 3 marotaba ko'p miqdorda ovqatlanmasdan kam miqdorda 5-6 mahal ovqatlanishingiz sizga ko'proq foyda keltiradi. 3-trimestrda esa xamirli ovqatlar hamda shirinliklarni cheklash ham ortiqcha tana vaznini oldini oladi. Shunday ekan, go'zal homilador qizlarimiz, homiladorlik vaqtida